Rossiyadagi eng chong tok ishlab chiqarish va tarqitish shirkati Interrayonning xabar qilishicha, texmi ko'p tok setib olmoqchi bo'lgan Xitoy bu shirkatga iltimos qilgan. Xitoydagi ko'mir bilan ta'minlash masalasi sababidan nurg'un rayonlarda tok uzilib qolib, ishlab chiqarish va xalq turmushiga positiv ta'sir ko'rsatmoqda. Washington Amerika va Xitoy armiyasining ikki davlat o'rtasidagi raqobatni mas'uliyatchan boshqarishni maqsad qilgan 2 kunlik suhbatni tamomlaganligini e'lon qildi. 5 burchakli binoning bayonotiga qaraganda, Amerika davlat mudofaa ministrining Xitoyga munosabatlik masalalar yordamchisi Michael Chase seshanba va chorshanba kuni sin yig'ini orqali Xitoy general-mayor Hong Shuping bilan ko'rishgan. Yaponiyadagi hokimiyat beshidagi Erkin Demokratlar partiyasi sobiq tashqi ishlar ministri Fumio Kishidani partiya rahbari qilib sayladi. Mazkur partiya parlamentda ko'p sonliqqa ega bo'lg'achqa, Kishidaning bosh ministr bo'lib saylanishi muayyan deb qaraladi. Egillanishicha, Yaponiyaning dengiz qirg'oqi muhofazatchilarini kuchaytirishni xohlaydigan sobiq tashqi ishlar ministri Kishida Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomalasini ayblaydigan qaror ma'qullashni qo'llaydi. U yana Uyg'urlarga qaratilgan kishilik huquq tafsandchiligini iz qo'g'lash uchun bir nazoratchi tayinlaydi. Afg'onistondagi Taliban vaqtliq hukumatining muvaqqat tashqi ishlar ministri Amirxon Muttaqi poytaxt Kabuldagi chet ellar diplomatik vakillari bilan ko'rishdi. Muttaqi Taliban hukumatining muavin bosh ministri Abdulg'ani Burodarmi qatnashgan kutib olish yig'inida so'z qilib, ba'zi davlatlarning Kabuldagi diplomatik faoliyatlarini davomlashtiradiganligidan mamnun bo'lganligini aytdi. Amerika Savdo ministri Gina Raimondo seshanba kuni bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumati yerlik aviatsiya shirkatlarining Amerikada ishlangan Boeing aeroplanlarini sotib olishni to'sib dedi. Raymondoning aytishicha, Xitoy oldingi navbatlik hukumat bilan tuzgan 2020-yillik savdo kelishimining bir qismi sifatida Amerika tovarlarini sotib olish va'dasiga amal qilmagan. Filippin davlat mudofaa ministri Delfin Lorenzana sinliq munozir munbarida so'z qilganda, Amerika va Filippin harbiy amaldorlarining ikki davlat orasidagi 70 yillik mudofaa kelishimining kelgusini munozir qilishga boshlaganligini e'lon qildi. Ministr Lorenzana tilga e'longan kelishimning bekor qilinishi, o'zgartirilishi yoki yangilanishi mumkinligini bayon qilgan. Xitoy yer shari televiziya to'rining xabariga qaraganda, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Malayziya va Bruneyning diplomatiya ministrlari bilan telefonlashganda, Amerika, Angliya va Avstraliya o'rtasida imzolangan AUKUS kelishimiga baho bergan. Wang bu kelishimning rayonda yadroning kengayishini keltirib chiqaradiganligini ta'kidlab, buning rayondagi qurol-yarog' raqobatini kuchaytiradiganligini aytgan.